Yaqinda Angliya Premyer Ligasida yuz bergan bir holat ommaviy axborot vositalarida juda ko'p aylandi. Unda Everton futbolchisi Idrissa Gueye jamoadoshi Michael Keane'ga qo'l ko'targani uchun maydondan chetlatildi. Futbolda o'z jamoadoshiga qo'pollik qilgan o'yinchiga qizil kartochka berilishidan ko'pchilikning xabari yo'q ekan, lekin jahon futbolida bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Bugungi sonimizda aynan shunday holatlar haqida suhbatlashamiz. 5 soniya vaqtingizni ajratib, kanal rivoji uchun muhim ishlarni bajarib o'tishingizni iltimos qilgan holda bugungi dasturimizni boshlaymiz. Bu futbol faktlari va men Rustam Arslonov. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. 2018-yilning dekabridagi Fulham Huddersfield o'yinida mezbonlar penalti ishlab oladi. Asosiy penaltichi Mitrovic bo'lishiga qaramasdan, Kamara to'pni unga berishni istamaydi. Abu Bakarning o'zi esa vaziyatni ko'kka sovuradi. It's unbelievable what he did because he didn't respect me, he didn't respect the club, his teammates. I want to kill him. It's normal. Keyingi janjal esa Alonsoning Bayeridagi hujumchilar Victor Boniface va Emiliano Buendia o'rtasida. Endi esa Arteta hali jamoada yangi vaqtida yuz bergan ziddiyat. Lakazetning keskin harakati Cedric Soareshga yoqmaydi. Shundan so'ng o'rtada dahanaki jang boshlanadi. Niderlandiya futbolidan bir parcha. Ajax sardori Dušan Tadić yosh jamoadoshi Serginho Destga dakki beryapti. Bavariyadagi o'sha mashhur janjal. Cityga qarshi yirik mag'lubiyatdan so'ng Manening mushti ortidan Sanening ishgan labini eslasangiz kerak. Punishments for Sadio Mane after he punched teammate Leroy Sané in the face following Bayern's defeat. Paul Pogbaning akasi Florentin bir safar Turkiyada Gençler Birligi safida o'ynab yurgan payti hech qanday almashtirishsiz maydonni tark etgisi kelib qolgandi. Keyin ma'lum bo'ldiki, bunga jamoadoshi bilan ziddiyat sabab bo'lgan. Pogba formasını çıkarttı. Sakatlandı, kenara geldi. Ahmet Oğuz arkadaşına kızdı. 2008-yil Stoke City a'zosi Fuller jamoadoshi Velanga qo'l ko'taradi, so'ngra qizil olib maydonni tark etadi. Yana turk futboli va yana Dušan Tadić. Başakşehirga qarshi bahsda Fener hujumchisi sherigi Anderson Talisca bilan jiddiy ziddiyatga boradi. Yaxshiyamki, Maurning boshqa shogirdlari uni ushlab qolib jazodan asrab qolishadi. 2023-yil United Sevillaga 3-0 hisobida yutqazadi. Lindelofning bo'sh o'yini esa Brunoga yoqmaydi. What's happening between me and Vitor is nothing. It's normal. If football happens, everyone was mad. It's not about me or Vitor. It's about everything. Endi esa o'sha mashhur janjal. Tottenham Everton bahsi birinchi taymining so'ngida Richarlison xavfli zarba yo'llaydi. Ugo Lloris hujum oson tashkil etilganiga Sonni aybdor deb topadi. Is the same for you? Is the same for Ari? Is the same for Lucas? Make the run! 1 minute to go! 1 minute to go! We need to go to the goal! Respect you! Make the run! Make the run! Make the run for the team! 2021-yil Porto Farensiyani 1-0 ga yutadi, lekin so'nggi soniyalar asabiy o'tgan. Shunda jamoa sardori Pepe yosh sherigi Loumga e'tiroz bildiradi. U esa o'yin yakunida Pepe'ga norozilik ko'rsatadi. Jinni bo'lmasang, Pepe'ga ham shunday qilasanmi, bola? Retro futbol. Newcastle futbolchilari Kieran Dyer va Lee Bowyer o'zaro mushlashib ketishadi. Hakam esa qoidalarga ko'ra ularning ikkisini ham maydondan chetlatadi.
Retro futboldan uzoqlashmaymiz. Dortmund Schalke o'yinida mehmonlarning golidan so'ng Jens Lehmann jamoadoshi bilan janjal boshlaydi. Yakun esa uning qizil kartochkasi bilan tugaydi. So'nggi pushaymon esa o'zingga dushman deyishgan. Bir paytlar Germaniya Wales o'yinida Lukas Podolski va Mikhail Ballack janjallashib ketishadi. Federatsiya esa Podolskining Sardorga qo'l ko'targani uchun uni 5000 yevro jarimaga tortadi. Portugaliya mashg'ulotlarida ikki Joaoning to'qnashuvidan so'ng Cancelo biroz asabiylashadi. Keyin Ronaldo u bilan gaplashib qo'yishni o'z zimmasiga oladi. 2019-yil Yevropa Ligasi matchi oldidan Chelsea mashg'ulotlarida David Luiz Gonzalo Higuainga tirsagi bilan zarba beradi. Shogirdlarining harakatidan hech ko'ngli to'lmagan Sarri esa g'azab bilan kiyinish xonasiga yo'l oladi. 2014-yil Toronto futbolchisi Jermain Defoe jarima zarbasi borasida jamoadoshi Gilberto bilan kelisha olmay qoladi, lekin braziliyalik futbolchi to'pni baribir bermaydi. Vaziyat super gol bilan yakunlanganidan so'ng ziddiyat ham o'z-o'zidan mehrga aylanib ketadi. Premier Ligada Brighton darvozasiga penalti ishlagan Evertondan uni amalga oshirishni Richarlison o'z bo'yniga olmoqchi bo'ladi. Biroq jamoaning asosiy penalti tepuvchisi Calvert-Lewin edi. Oxir-oqibat Richarlisondan to'pni olib qo'yishadi va u golni ham nishonlagisi kelmaydi. Niderlandiya mashg'ulotlarida Martins Indi Robbenga nisbatan jiddiyroq o'ynab yuboradi. Bunga esa Arjen undan-da yomonroq javob qaytargan. Bayer Barsa o'yinida nemis klubi hujumchilari Javier Hernandez va Karim Bellarabi o'rtasida kichik ziddiyat yuz beradi. PSJning Osiyo turi doirasidagi ochiq mashg'ulotlarda Sergio Ramos Leo Messiga nisbatan biroz keskinroq o'ynab yuboradi. Sergio tomonidan darhol uzr so'ralishiga qaramay, Lionel xafa bo'lganini yashirib o'tirmaydi. To'g'ri tushun Leo, Ramos o'zgarmaydi axir. Neymar ilk bor Parijga kelganida barcha standartlarni kadastr qilishni xohlaydi, lekin bu yerda ularning egasi Cavani edi. Foydalanilmagan penaltidan so'ng Dani Alves o'rtaga tushib to'pni Neymarga olib beradi. 2019-yil Real mashg'ulotlarida yosh futbolchi Sergio Reguilon adash akasi Ramosning yuziga biroz tegib ketadi. Sardor esa agressiv harakatlar bilan unga javob qaytargan. Boshqa bir holatda esa biroz qaltis hazil qilgan Lukas Vazquezga aynan Ramos jiddiy tanbeh beradi. ...2005-yil Corinthians mashg'ulotlarida Carlos Tevez va Marquinhos o'rtasida shunday mushtlashuv yuz bergan. A Seriya doirasidagi Juventus Inter bahsida Mauro Icardi pozitsiyadoshi Pablo Asfaldoga to'p uzatishni istamaydi. Shundan so'ng Asfaldo unga musht tushirishga ham tayyor edi, biroq vaziyatga Freddy Guarin aralashadi va uni to'xtatib qoladi. Bournemouth Championshipda o'ynab yurgan paytlar bir safar Junior Stanislas va Sam Sarrich o'zaro kelisha olmay qolishgandi. 2021-yil Millatlar Ligasi finalida Fransiya va Ispaniya to'qnash kelgan. Bir vaziyatda to'p bilan bo'lgan Pogba jiddiy pressingga duch keladi. Pavar esa unga yordamga borishga shoshilmaydi va bu Polning asabiylashuviga olib keladi.
calm down. Just got booked. The view flying off the handle. That was the support. He didn't want to be in that position, Pogba. 2014-yilgi mundialga jiddiy maqsadlar bilan borgan Kamerun turnirni juda yomon o'tkazgan. Yetmaganiga Benoit Assou Ekotto bir vaziyatda jamoadoshi Mukanjoning harakatlarini hazm qila olmaydi. 2024-yilning 15-apreli Chelsea o'z uyida Evertonni qabul qiladi. Hisob 4-0 payti Madueke penalti ishlaydi va uni o'zi amalga oshirishni xohlaydi. Lekin Jackson ham aynan shuni xohlardi. Endigina Nicholasdan qutuldim degan vaqt o'g'rini qaroqchi uradi va Palmer Maduekedan to'pni olib qo'yadi. Cole'da allaqachon hat-trick bor edi. Shu sababdan Jackson yana kurashga qo'shiladi va to'pni olib qo'ymoqchi bo'ladi. The captain steps in and sends the suitors away. That's poor. That is Hands it to Palmer. Listen, who's the penalty? Sardor Gallaherning aralashuvi bilan to'p Palmerga olib beriladi va u pokerga erishadi. Lekin bu natijadan hamma ham xursand emasdi. 21-yilning avgustidagi Galatasaray va Giresunspor o'rtasidagi bahsda mezbon futbolchilari Marcao hamda Kerem Aktürkoğlu o'rtasida jiddiy janjal kelib chiqadi. Braziliyalik himoyachining tanqidlariga Kerem jim bo'l degan jest bilan javob qaytaradi. Bu esa Marcaoni jig'ibiyron qiladi. Marcao'yu arkadaşları burada işte kendi takım arkadaşı Kerem'le yaşadığı bu gerginlik ardından tansiyon yükseldi. Takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışıyor Marcao'yu. Bosh hakam jamoadoshiga musht tushirgan himoyachini maydondan chetlatadi. Bosh murabbiy Fotih Terim esa Marcaoni zudlik bilan Kerem, jamoa va muxlislar oldida uzr so'rab chiqishga chaqiradi. Erik ten Hagning Manchesteri Crystal Palace bilan o'yinda Bruno hamda Antony bir-birini tushunmay qoladi va oradan gap qochadi. Sardor Antonyni noto'g'ri uzatma uchun ayblasa, Wenger Brunoni tinimsiz noliverishi jonga tekkanini bildiradi. Aston Villa West Ham bahsida Anwar El Ghazi ortga qaytishga kechikadi. Bu esa Tyrone Mingsni g'azablantiradi. Shu o'rtada jamoadoshlar orasida ziddiyat paydo bo'ladi. Obviously, Mings thinking that El Ghazi hasn't come back and done his tracking to help out. Angry spat. Zlatanning hakamga bo'lgan noroziliklari shunchaki kuzatamiz. Exceptionally just sent him straight off, so it was a ridiculous red card. Çalhanoğlu forward. Passage of tight passing as Çalhanoğlu chips that one in towards the out. I don't fucking understand you. I don't fucking understand you. Fucking zipping the guy in his Parijga Messi kelganidan so'ng Neymar va Mbappe o'rtasidan qora mushuk o'tgani haqida ko'p mish-mishlar yangragandi. Ba'zi kadrlarni ko'rib esa bu gaplarda biroz jon bordek tuyulgandi ham. Herrera with a beautiful ball over. Neymar and Mbappe couldn't decide between them when it eventually fell to Brazilian. Angel Di Maria went off for the German Julian Draxler. 3 minutes to go, Draxler needed just 2 touches to make his mark. The first to control, the second to score. Some way to make your entrance into Le Parc. 2007-yil Chelsea va United o'rtasidagi bahsda mezbonlar o'zgacha jarima zarbasini ijro etadi, lekin natija chiqmaydi. Keyingi jarima zarbasida esa Drogba to'pni ballikka berishni xohlamaydi. Nemis futbolchisi ham noroziligini bildirib turaveradi. Vaziyat yakunlangach asabiy Didier boyagi holat borasida Mixael bilan gaplashib olishga boradi. That needs to channel all their energies towards defeating Manchester United, and 2 of their prime players are arguing amongst themselves. Yeah, that's not good. See the manager there. He needs to have a word. John Terry needs to just grab hold of 1 or 2. Videoni yakunlab beruvchi holat 2017-yilning yozida Mayamida yuz bergan.
O'shanda Barsaning asosiy yulduzlaridan biri Neymar va yangi kelib qo'shilgan himoyachi Nelson Semedo salkam mushtlashib ketishgandi. Katta futbolchilarning aralashuvidan so'ng Semedo jimgina ketadi, lekin Neymar asabiylikni davom ettiradi. O'sha yig'indan so'ng braziliyalik yulduz Barsani tark etib Parij safiga borib qo'shilganidan xabaringiz bo'lsa kerak. Videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak u sizga yoqqan. Ayni shu pallada like va obuna bo'lish tugmasini bosib, izoh qoldirib ketsangiz xursand bo'lardik. Xohlasangiz donat qilishingiz ham mumkin. Kichik bo'lsa-da moliyaviy qo'llab-quvvatlash ijodkor uchun o'ta muhimligini tushunasiz degan umiddaman. Bu futbol faktlari, yaxshi kunlarda uchrashguncha o'zingizni asrang.